Assalomu alaykum. Demak, NX dasturida sborka bo'yicha darslarimizni boshlaymiz. Demak, yangi fayl ochib, har doimgidek sborkani ochib olamiz. Assembly va OK. Bu yerda hammasi millimetr. Demak, partimizni nomi, faylimiz nomi va folderi avtomatik turib turadi. Demak, sborkani ochganimizda bizda birinchi qilishimiz kerak bo'ladigan narsa sborka qilmoqchi bo'lgan elementimizni detallarini sekin-sekin tushirish boshlashimiz kerak va u bizda mana o'zi avtomatik add component ochib beryapti va open qilib o'sha o'zimizga kerakli bo'lgan faylga, folderga, demak, papkaga borib olamiz va o'zimizga kerakli detallarni tushirib olamiz sekin-sekin. Hop, bugun biz konveyer bilan shug'ullanamiz. Konveyer sborkasi. Bu yerda qancha elementlari общий ko'rinishini ko'rishimiz mumkin va birinchi biz tushiradigan elementimiz uni frame ni tushiramiz, ya'ni ana bu elementini shu asosini tushirib olamiz. Solga o'xshagan, demak, asosan mana conveyor frame ni birinchi asos sifatida tushirib olamiz va qolgan elementlarini shuni atrofida yig'ishni boshlaymiz. Demak, OK. Demak, bu bizda birinchi element bo'lgandan keyin uni, demak, koordinati boshida tushirganimiz qulayroq. Uning uchun biz bitta positioningda absolute origin tanlaymiz va OK sразу bossak, demak, bizda mana frame asosi tushirib berdi. Va qolgan elementlarini shuni atrofida yig'ishni boshlaymiz. Birinchi navbatda, demak, assembly kirib olamiz. Menyusi. Hop, buni hozir qotirib qo'yganimiz yaxshi, chunki bu asos stol bizda shuni atrofida qolgan elementlari demak yig'ilishni boshlaydi. Demak, bunga constraint berib qo'yamiz. Assembly constraint. Hamda navigatorda, demak, constraint navigator ochib qo'yganimiz yaxshi, o'zimizga qulay qaysi constraintlarni ishlatayotganimizni demak ko'rib turamiz. Demak, assembly constraint kirib, demak, bizda fix bor edi, ya'ni uni qotirib qo'yish. Demak, fix kiramiz va shu elementimizni tanlaymiz va OK bosamiz va bizda mana constraint hosil bo'ldi. Listda fix constraint, demak, conveyor frame da nomi bu o'sha qamizning nomi. Buni ochishimiz ham mumkin. Mana bu yerda qaysi komponentdaligini uni ko'rish, o'chirib, yoqishimiz ham mumkin. Buni qotirib oldik. Buni endi yurg'iza olmaymiz. Aylantirib ko'rishimiz mumkin. Xo'p. Tushirib oldik. Endi keyingi elementni qo'shishni boshlaymiz va buning uchun add component open. Bizda keyingi element ana bolt flange, mana bu element. Demak, shu bolt flange qo'shamiz. OK. Va buni biz move bilan qo'shamiz. Demak, positioningni move qo'yamiz. O'zimizga kerakli pozitsiyani to'g'ri tanlab olishimiz uchun. OK. Va bizda mana bu yerda ko'rsatyapti, shu yerga tushiraymi deyapti. Buni xohlagan joyga o'zimiz sichqoncha bilan mana bosib qo'yishimiz mumkin. Bizga farqi yo'q. Shu yerga tushirib olaveramiz. OK bossak, bizda mana elementimiz hosil bo'ladi. Va move bilan tushirganimiz uchun bizda tayyor o'qlarni ko'rsatib beryapti va shu o'qlar bo'yicha buni demak biz harakatlantira olamiz va o'zimizga kerakli pozitsiyaga tushiramiz, qo'yib olamiz. Hop, bu elementni biz mana bu yerga joylashtirishimiz kerak. Mana bu yerda 3 ta nuqta teshik bor va shu 3 ta teshik bizda mana bu elementimizni 3 ta teshigi bilan ustimiz tushishi kerak. Shu yerga joylashtirishimiz kerak. Demak, uning uchun buni bunaqasiga aylantiramiz. Примерно mana shu yerga joylashtirib olamiz va OK bosamiz. Buni biz joylashtirib oldik va buni birinchi shu ko'rinishlarini o'zimiz ko'rib olamiz. Demak, to'g'ri joylashganmi, примерно parallelmi, shu qiymatlarni qalan ko'rib olamiz, demak. Примерно ko'rib oldik. Hop, parallelligini aniq qilish uchun demak parallel constraint qo'yib olamiz. Birinchi, demak, constraint kirib, mana parallel bu yuza bilan aylantirib, bu yuzani parallelligini qo'yib oldik. Hop. Buni qo'yib oldik va yana ko'rishimiz mumkin. Buni parallel
bizda yana qaysi yuzalar parallel bo'lishi mumkin? Menimcha bo'ldi. Bitta bizda parallel constraint hosil bo'ldi. Buni o'chirib qo'ysak ham bo'ladi. Bizga xalaqit berishi mumkin keyinchalik. Asosiysi biza to'g'rilab oldik. Endi bu aytganimdek, mana bu teshiklarni mana shu teshikka olib kelishimiz kerak. Mana shaklidan ham ko'rishimiz mumkin. O'sha uchburchak shaklda bu ham, demak bu uchburchak bu teshik botga tushadi, bunisi botga, shuni bilsak bo'ldi va uning uchun assembly constraintdan bizga eng qulay hozirgi holatda touch alignmentda orientatsiyasi bizada center axisligini tanlab olamiz va birinchi mana buni o'qini farqi uchalasidan bittasini qilsak bo'ldi, boshlanishiga joylashtirib. Bu degani bu to'g'ri chizilgan bo'lsa, o'lchovlari qolganlari ham bu bilan birga tushaveradi va apply bosib, hop, buni endi botga yopishtirib qo'yishimiz kerak. Uning uchun demak concentricdan foydalansak bo'ladi. Bu yerda har xil holatda yopishtirsak bo'ladi. Bu qirra bilan, masalan, bu qirrani yoki mana bu qirra bilan, mana bu qirrani, uni ahamiyati yo'q. Asosiysi shu yerga yopishtirsak bo'ldi. Misol uchun demak mana amin bilan bu qirrani yopishtirib qo'ydik va bizda mana konsentrik hosil bo'ldi va ko'rishimiz mumkin mana yon tomondan va buni tekshirib olishimiz kerak har xil tomonda. Mana amitga anaqa holatda tushishi kerak. Mana teshiklarni ko'rishimiz kerak. Mana hech qanaqa qora element ko'rinmashi kerak bu yerda, chunki bittada bundoq yuziga tushganda o'shanda boyagi teshiklar bilan tushadi. Bu tarafdan ko'rishimiz mumkin. Buning uchun biza ancha buni bosishimiz kerak. Mana hech qanaqa qora element, mana bu elementimiz ko'rinmayapti. Bu degani yaxshi, chunki to'g'ri tushgan teshiklar. Va o'sha joylashishini biz aniqlab olganimizdan keyin buni harakatlantirib ko'rishimiz kerak. Demak, bu harakatlanyaptimi yo'qmi, qayerda bizda erkinlik darajasini tekshirishimiz kerak. Bu hozirgi holatda bu polni qotadigan sistema bo'lishi kerak. Aniq hech qanaqa harakatlanish kerak emas. Ya'ni erkinlik darajasi 0 ga teng bo'lishi kerak. Mana bizda yurmayapti. Demak, 3 ta 6 ta aniqrog'i erkinlik darajasi bo'yicha tekshirib ko'ryapman. O'qlar bo'yicha va aylanishi bo'yicha. Demak, hammasi qotgan, demak to'g'ri tushirildi. Xo'p. Shu ish qilib oldingizmi, boshlaysiz ham? Bir xil ketyapsizmi? Ha, chiqdi aka. Xo'p. Endi xuddi shu elementni yana bir marta tushiramiz, bu tarafiga tushiramiz, bu tarafiga uni joylashtiramiz. Demak, add component. Xo'p. Yana bittadan sirasi tanlab olsak ham bo'ladi. Bu yerda o'sha как present file deyiladi. Hamma demak programmalarda bo'lgandek, oxirgi ishlatilgan narsa elementlarimizni ko'rish mumkin. Endi tanlab olsak ham bo'ladi. Bu yerda aynan openni ochib borish shart emas. Chunki tanlab turib bizda mana move bilan tushiraveramiz yana. Va okey. Va buni yoqqa surib olib kelamiz va bu bizda endi bu yerda bunaqa joylashish kerak va buni aylantiramiz. Mana shunaqa joylashish kerak. Mana buni o'qi bilan buni o'qi bitta tushishi kerak. Mana bularni esdan chiqaraman. Bu yerga kerak emas buni joylashtirish. Bu bizda bunaqa joylashish kerak. Anaqrog'i amitga tushishi kerak. Mana buni o'qi bilan mana buni o'qi bittada bo'lishi kerak. Okey. Mana shunaqa joylashish kerak. Xo'p. Parallelligini birinchi navbatda ko'rib olamiz. Xo'p, buning uchun biz nima qilamiz? Assembly constraint ga kirib, parallel constraint tanlab, bu yuza bilan bu yuzani parallel qilib olamiz. Bizda parallel bo'ldi. Parallelni o'chirib qo'ysak ham bo'ladi. O'chirib spikamizdan, ro'yxatimizdan bizga endi kerak asosiy to'g'rilab oldik. Xo'p, endi demak, assembly constraint qildim. Mana buni o'qi bilan mana o'qini ko'rsatyapti. Mana buni o'qi bittaga tushishi kerak, bitta anaqada bo'lishi kerak. Uning uchun demak, demak, o'qini tanlaymiz va mana buni tanlaymiz. Bizda ham bu holatga keldi. Okey. Holatga keldi. Endi
Bu hamını yuzasi, hamı elementni yuzasiga tepib turish kerak. Uning uchun demak assembly constraint touch alignmentdan foydalanib touch hamda orientatsiyadan demak touch tanlab touch degan tepib turish. Demak bu boshqatdan tanlab oldim menimcha. Hop. Touch. Demak yani yuzani qizil bo'lganda tanlaymiz, yuzani tanlaymiz va bu yuzani tanlaymiz. Mana tepib turibdi, okey. Mana holatga olib kelib oldik. Hop, mana holatga olib kelib oldi. Buni endi aylantirib ko'ramiz. Bu endi aylanish kerak. Hop, chunki tepaga pastga tushib chiqargan, demak o'qini atrofida aylanish kerak bu. Demak, erkinlik darajasi bunda bitta bo'lish kerak. Demak, orientatsiyasi tekshirib ko'ramiz. Mana bo'yicha ana aylanish kerak. Shu o'q bo'yicha, bitta o'q bo'yicha aylanish kerak. Tekshirib boshqa anaqalarni tortib ko'ramiz, ketib qolmayotganligini. Ketmayapti. Pastga ham tushib ketmayapti, tepaga ham ketmayapti, aylanyapti faqat. Demak, cancel o'zini holatiga keltirib olamiz. Ham holatga olib kelib oldik. Bo'ldi, o'xshadi aka. Anladım. Hop. Endi konveyerni anaqasini qo'yamiz. Yo'lni boshqaradigan sistemasi, demak, uning uchun demak component bu endi open qilib bu yerda spiskadan mana konveyer manasini tanlaymiz, mana sistemasini LH tanlaymiz, ya'ni left taraf degani, ya'ni chap tarafdagi anaqasini tanlaymiz, ramasini tanlaymiz, conveyor LH. Demak, okey. Biz demak buni ham move bilan tushiramiz va okey bosamiz va okey bosamiz. Zadan tushdi element. Buni demak olib kelib, buni aylantiramiz. Primerni bunaqa holatda buni joylashtirishimiz kerak. Buni boshqatdan hammasiga olib kelib olaylik. O'zimizga qulayroq pozitsiyaga olib kelib olishimiz kerak. Demak, buni bundoq qilib aylantiraman. Bunaqa bilan teng bo'lib parallel bo'lishi kerak, faqat parallelligini keyin to'g'irlab olamiz. Buni primer nashtga olib kelib olamiz. Buni hammaga tushiramiz, nashtga tushirishimiz kerak. Primerni joylashtirib oldim. Demak, bu hali parallel emas. Parallelligini hozir to'g'irlab olamiz, keyin kerakli pozitsiyaga buni joylashtirib olamiz. Hop, birinchi parallelligini to'g'irlab olaylik. Assembly constraint parallel bilan buni bu bilan farqi bo'y birobar tekis ham yuzi parallel. Va ham bu bilan boshqatdan to'g'irlay, boshqa joyda bu bilan ana ham bu yuzi endi mana to'g'ri bo'ldi. Va buni ko'rishimiz mumkin. Mana tepa mana hamma yoqda parallel. Bu tomon bilan bu tomonda уже ma'lum va mana bunaqasiga ham parallel. Mana bu ikkita parallel, mana shuni natijasida ularni o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Yana uni qilib o'chirib tashladik. Paket joylab oldik. Endi uni sal yana move qilib joyini o'zgartirib olaman. Menga sal xalaqit beryapti. Primerni mana. Va mana 3 ta nuqta turibdi va 3 ta teshik va mana bu elementni 3 ta teshigi bilan demak tushish kerak va buni bu yoq tarafida, ichkari tarafida bo'lish kerak, hamma tarafida bo'lish kerak va shuni joylashtirib olamiz. Birinchi o'qlarni to'g'irlab olsak bo'ladi. Demak, assembly constraint, demak touch alignment, bu the axis o'qi, demak mana o'qi va mana o'qi bilan mana 3-sini tep prinsipini o'qi bilan joylashtirsam, juda qolganlari ham juda to'g'ri tushaveradi. Chunki bular demak to'g'ri chizilganligini inobatga olsak, to'g'ri tushaveradi, joylashtirib oldik. Apply qilib endi concentric farqi yo'q. Bunisini nima yoki bunisini farqi yo'q. Bittasini mana bu qirrasi bilan
bu tarafdagi qirrasini to'g'rilab qo'yishimiz, bir-biriga yopishtirib qo'yishimiz kerak. O'shanda bu yoq tarafga o'tib oladi. Mana bu yoq tarafga o'tib oldi. Va buni ko'rishimiz mumkin. Mana bunaqa narsa hosil bo'ldi o'zida. Va hozir buni agar harakatlantirsam, bu ham o'sha birga harakatlanishi kerak. Ya'ni tepaga pastga tushib chiqadigan sistema bo'lishi kerak bular. O'z o'qi atrofida aylanadigan. Aylanib ketadi, chunki bu yerga cheklov qo'yilmagan, mana bu yerga cheklov qo'yilmagan, shuning uchun aylanib ketadi. Asosiysi biz ko'rsak bo'ldi tushib chiqishini. Tepaga pastga ko'tarilgan tushib chiqishini ko'rsak bo'ldi, cancel qilib o'zini holatiga qaytarib qo'yamiz. Buni ko'rishimiz mumkin. Har xil tomondan mana bunaqa sistema hosil bo'ldi. Orqa tomondan hop buni hammasi, demak buni yuzasi va buni yuzalari bir-biriga parallel. O'xshadimi Abbosbek? Ha, o'xshadi aka. Hop. Mana bitta tarafini qilib oldik biz, elementni chap tarafini qilib oldik. Xuddi shu narsani endi bu tarafiga ham qilish kerak. Xuddi shu ishni demak qilib boramiz. Buni zerkalni o'tkazsa ham bo'ladi, faqat zerkalnida muammo bizada constraintli zerkalni o'tmaydi. Shuning uchun alohida qilib chiqishimizga to'g'ri keladi. Xuddi shu ishni yana birinchi mamitdagi elementni tushiramiz, bu yoqdagini tushirib, yana mana bunaqasini tushirish boshlaymiz. Ya'ni boshladik, bo'lmasa yana add component ana o'sha 3 ta elementimizni tushirish boshlaymiz. Birinchidan mana buni qo'shamiz. Demak move bilan, okay. Va birinchi buni o'zimizga kerakli pozitsiyaga olib kelib olamiz. Примерно mana shu joyga olib kelib olamiz. Okay. Va parallel qilib olamiz birinchi navbatda buni. Constraint, parallel constraint tanlaymiz. Mana bu yuza bilan bu yuzani va bu yuza bilan bu yuzani parallel qilib, okay, uni joylashtirib oldik parallel qilib. Parallellarni o'chirib tashlasak ham bo'ladi endi. O'chiramiz. O'chiramiz. Endi ana bu 3 ta teshikni joylashtirib olishimiz kerak. Shuning uchun demak center axisdan foydalanamiz. Touch alignment axis demak masalan o'qi bilan ana buni o'qini joylashtirib oldik va alignment qilib bunisi bilan bunisini qilib olamiz. Mana zada tushdi. Va buni endi tekshirib olamiz. Bu bilan bir xil bo'lish kerak, hammasi bir-biriga tushgan bo'lish kerak. Mana to'g'ri tepadan, masalan yondan bitta o'qda bo'lish kerak mana bu bilan. Yo'q tomondan. Mana yo'q tomondan tekshirsak mana bitta o'qda turibdi. Chunki buni o'rtasiga hali biz element qo'shamiz, ikkalasini bir-biriga bog'laydigan element qo'shishimiz kerak. Shuning uchun bitta o'qda turibdi mana. Uni joylashtirib oldik. O'xshadimi Abbos? O'xshadi aka, o'xshadi. Xo'p, endi buni bu tarafini xuddi shu element yana tushirib olamiz. Demak, add component, bold flange, move, okay. Bu yoqqa olib kelib olamiz. Demak, o'zimizga qulay pozitsiyaga ana bu yerga demak yondan ko'rinishi примерно mana bu yerga va bu bizada aylanish kerak bunaqasiga va bunaqasiga aylanib примерный pozitsiyasiga olib kelib oldik.
va buni yana parallel qilamiz. Har doimgidek constraint parallel tanlayman. Bu yuza bilan qizil bo'lmayapti. Boshqatdan olib kelamiz. Mana endi parallel bo'ldi va mana bilan mana parallel bo'ladi. Okey. Va bularni o'chirib tashlayman yana. Demak mana x bosamiz. Qizil bo'lganini tanlab turib x bosamiz, u o'chib ketdi. Xo'p. Endi o'qlarni to'g'rilab olamiz. Endi mana bu o'q bilan o'xshadi deysizmi? Qildingizmi? Mandan oshib ketdingiz. Hop. Touch alignment. Center axis. Demak, mana buni o'qi bilan mana buni o'qi to'g'rilab oldik. Endi apply qilib turib hammani o'zgartiramiz. Touch qilib turib mana bu yuzalarni bir-biriga olib qo'yamiz. Okey. Ko'rib olamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana hech qanaqa element tiqilib qolmagan. Boyagisi bilan to'g'ri tushgan demoqchi o'qlari. Bu yerda ham shunaqa. Mana bilan mana ko'rishingiz mumkin. Agar mana bu yerda qanaqadir mana teshikda qanaqadir mana bu qora element ko'rinib qolganda bizda xato bo'lgan bo'lardi, chunki o'qlari bir-biriga tushmaganligini ko'rsatadi. Mana bu bilan qolganlari bilan. Va buni yana harakatlantirib ko'rishimiz kerak, chunki bu aylanish kerak o'qning atrofida. Shu narsaga bizaga qonuniyatga bo'ysunyaptimi yo'qmi? Aylanyapti. Xo'p. Yo'llarga yurib ketmayapti. Faqat aylanyapti, mana ko'rishingiz mumkin. Cancel. Okey. Xo'p. Endi mana buni ikkinchisini qo'shamiz. Bu yerda endi conveyor LH emas, ya'ni write on term degani qo'shamiz. Uncha component open. Bu yerda speskatda bunisini emas, mana bunisini qo'shamiz. RH o'zini, endi boshqa elementlari ham bor. Xo'p, RH bunisini qo'shamiz. Oddiy conveyor RH degani, ya'ni right tomon, on tomon. Okey. Bu bilan okey. Va okey. Va buni yurg'izib primerni mana shishlarga joylashtirib olamiz. Ko'rishimiz mumkin. Yana buni primerni bu yoqqa va mana shu holatga olib kelsak ham bo'ladi, bizga yetadi. Xo'p. Parallelligi menimcha shart emas qo'yish, chunki to'g'ri tushirdik, parallel unaqa aylantirmadik. No, o'zimiz uchun, demak, to'g'ri bo'lish uchun qilib olsak ham bo'ladi. Masalan, parallel bilan mana buni parallel qilib qo'yganimiz yaxshi, chunki kelasi birga harakatlanadigan narsa. Okey. Yana parallel bu bilan bu yuzi parallel. Xo'p, buni o'chirib qo'ysak ham bo'ladi. Bu tursa ham bo'ladi, paketni ko'ramiz. Xo'p, yana buni joylashtiramiz. Ana bittagi 3 ta teshik bilan hammani joylashtirib olamiz. Birinchi o'qlarini bittasini yetadi bizaga joylashtirish. Xo'p. Touch alignment. Access demayman. Tanlaymiz va tanlaymiz. Apply qilib turib, endi concentric. Mana bitta staz turibdi. Mana shu turgan joyda mana bu bilan endi yo'q, xato tanlanma. Concentric bu qirra bilan menda mana qirrasi bir-biriga tushishi kerak. Mana endi to'g'ri bo'ldi. Va buni harakatlantirib ko'ramiz. Buni harakatlantirsak, ikkinchisi ham ko'tariladi. Sabab chunki mana bu yerda parallel qilib qo'yganman. Mana o'sha bu degani ikkalasi birga harakatlanyapti. Mana
Bizga shu narsa kerak, o'zi ikkalasi birga harakatlanishi, chunki hozir o'rtaga elementlarini qo'yamiz, ya'ni rollerlarni qo'yamiz, ikkalasi birga shunaqa tushib chiqadigan sistema bo'ladi. Uni ikkalasi parallel, mana o'rtadagi mana parallel bo'lgani uchun ikkalasini parallel saqlab turibdi doim. Agar buni olib tashlasak, agar mana buni olib tashlasak, bu bittasi yuradi, ikkinchisi bunga nisbatan yurmaydi. Masalan, tekshirishimiz mumkin. Olib tashladim, bitta o'zi yuryapti faqat. Bu narsa bizga kerak emas. Ctrl Z qilsam, yana ortga qaytib qo'yindi. Ikkalasi birga yuradi. Bizga shu ikkalasi birga yurishi kerak. Chunki ikkalasi ikkita tarafi bizda bitta sistema sifatida ishlaydi mana. Xo'p. Cancel. Qaytdim. Xo'p. Mana bu holatda hosil qilib oldik biz. Ham constraintlarni demak, hozir o'chirib qo'ysak ham bo'ladi, bizga xalaqit beryapti. Masalan, xohlasak shu ana holatga kelib oldik. Ham rangi boshqa o'zgartirib olsa bo'ladi, muammo emas. Xo'p, endi yana bitta komponent qo'shamiz. Birinchi navbatda mana bularni o'rtasida bitta o'q qo'shamiz, shaft bir-biriga bog'laydigan. Demak, add component open file. Xo'p, bizda uni nomi mana conveyor pivoting shaft, mana bu şey, mana bu komponent qo'shamiz, demak, mana buni qo'shib olamiz. Okay. Move bilan okay. Okay. Mana primero mana shu yerga tushish kerak, bular tushish kerak primero. Okay, oldik boshlanishiga. Xo'p. Demak, endi nima qilamiz? Buni birinchi o'qlarni to'g'rilab olsak bo'ladi, chunki bizda doim o'qlari bir xil bo'lishi kerak. Uning uchun demak touch alignment access mana o'qi bilan farqi yo'q, bitta mana o'qini tanlaymiz, ana tushib oldi. Okay, bosamiz. Endi bu hali joyiga tushmadi, chunki bu ikkalasini o'rtasida bo'lishi kerak. Buning uchun move qilamizda sal bu yoqqa suramiz. Bu faqat mana hozir bu o'q bo'yicha yuryapti faqat. Tepaga tortsam chiqmaydi, chunki o'qqa tushirib qo'ydi mana konstruksiya. Sal mantiqga keltirib olamiz. Endi ana shu o'qqa mana bu elementni ikkalasini o'rtasiga tushirishimiz kerak. Uning uchun demak assembly constraint bizda mana bitta center degan assembly constraint bor edi. Ko'rdik buni, demak o'rtasiga tushirib qo'yadi. Centerga kiramiz. Mana bitta subtype'dan 2 ni tanlaymiz, ya'ni ikkita elementdan hosil bo'lgan o'rtaga tanlaymiz. Uning uchun nima qilamiz? Birinchi mana 2 ni tanlab oldik va birinchi yuzani tanlayman. Mana bu yuza va bu yuzani tanlayman. Mana ikkita yuza tanladim, ya'ni ikkita yuza tanlashim kerak. Bu degani mana shu ikkita tanlangan yuza keyingi tanlangan ikkita yuzani o'rtasiga joylashib oladi degan. Uning uchun demak mana bu yuzani tanlayman va bu yoqdan ham shuni parallelni bu yoqda yuzasini tanlayman. Mana bu yoqni emas, mana buni. Chunki yana endi mana ikkalasini o'rtasiga tushib qoldi. Okay. Ko'rishimiz mumkin mana. Buni tekshirishimiz mumkin, analizni kirib turib, measure the distance, o'lchov masofani o'lchash, bu yerda distance qilib turib, demak, mana orasidagi yo'lam, mana orasidagi masofani 22-23. Bu yo'lni ham tekshirishimiz kerak, to'g'rimi, noto'g'rimi, shunga qarab keyin ishimizni davom ettirishimiz kerak. Xo'p, distance boshqani tanlab oldi. Voy, yana bosh. Xo'p, qizil bo'lganda shosh. Xo'p, mana 22, 23, 25 xuddi boyagidagi bir xil, demak simmetrichni ikkalasini shu o'q bo'yicha joylashtirib qo'yadi. Endi buni demak home assembly move qilib
hammasi bitta sistema bo'yicha mana bu ham aylanyapti. Bizga ko'rinmayapti-ku, bilinmayapti, aylanib ana shunaqa sistema bo'ldi paka. Demak, o'rtaga joylashtirib olish. Buni yana o'chirib qo'ysak bo'ladi, mana o'chirib qo'ydik. Buni ham o'chirib qo'ysak bo'ladi, hide qilib. Xo'p, endi oradagi o'qlarni qo'shib chiqamiz. Ikkita konveyer bir-biriga bog'laydigan o'qlarni qo'shib chiqamiz. Demak, uning uchun add component. Xo'p, open. Xo'p, bunda bizda mana buni qo'yamiz. Conveyor. Xo'p, bunisi emas, mana bunisi ekan. Conveyor roller. Bunisini qo'yamiz. Demak, buni qo'shish boshlaymiz. Demak, okay. Move bilan tushirib olamiz. Okay. Shu oldi bizda mana mashina ketma-ketlikda ishga qo'yib chiqishimiz kerak. Xo'p. Bitta shuni hammasini qo'yib chiqamiz. Mana tushirib oldik. Bu yerda ham hozir qilgan ishimizni qilamiz. Demak, birinchi o'qlarni to'g'irlab olamiz va keyin sentrga uni joylashtirib olamiz. Xo'p. Demak, birinchi assembly constraint. Hop, assembly constraint. Demak, birinchi o'qlarni to'g'irlab olamiz. Demak, touch aligned the axis. Demak, mana o'qini ko'rsatib, buni o'qi bilan demak, mana o'qi buni tushirib oldik. Hop, endi uni markaziga tushirib olaylik, uni ko'ramiz yana. Hop. Constraint center to da turadi, ya'ni bu yuza bilan bu yuzani yana keyingi yuzani ataylik, bu yuza bilan misol uchun demak bu yuzani o'rtasiga tushirgan, ya'ni tushirib qo'ydi. Okay. Va endi buni harakatlantirib ko'ramiz, chunki hammasi birga sistema sifatida harakatlanishi kerak. Bizani demak niyatimiz bo'yicha mana pastga tushib chiqib yuradi. Okay. Xuddi shu ketma-ketlikda o'sha boya aytgandek buni pattern qilsa bo'ladi. Patterndan, lekin patternda constraintlarimiz bizda o'smaydi. Shuning uchun eng yaxshi yo'li hozir kichkina sistema bo'lgani uchun demak bitta qo'shib chiqqanimiz yaxshi. Demak, add component, ya'ni shuni shu ish qilib chiqamiz hammasiga. Demak, bu emas edi, manasi edi. Conveyor roller bu bilan okay. Hop, yana okay bosamiz. Tushirib oldik. Okay. O'qni to'g'irlab olamiz. Bilan buni apply qilib ketsak ham bo'ladi sirasi, yana keyingisiga o'tadi. Endi center to bilan, ya'ni bu yuza bilan bu yuza bilan demak bu yuzaga o'rtasida joylashib oldi. Okay. Xo'p, endi bu yerda muammo kelishi mumkin. Bizda element ko'paygan sari demak move qilib ko'ramiz. To'g'ri harakatlanyaptimi, hammasi yo'qmi, shuni bilishimiz kerak. Demak, to'g'ri. Mana constraintlarimiz demak to'g'ri ekan. Mana u ham ikkita elementimiz ham chiqyapti. Mana shu tariqa qolganlarini shuna qo'shib chiqaramiz. Chunki bizda demak constraintlarimiz ishladi. Bu yerda mana hech qanaqa mana bekitib qo'ysak ham bo'ladi. Muammo chiqmadi bizda sistemamizda. Bir-birini demak to'sib qo'ygan yoki bir-birini aniq qilib qo'ygan, cheklab qo'ygan constraintlarimiz yo'q. Component. Conveyor lawyer move. Qo'shgan ekanman, turibdi ana. Bekim olibdi. Hop, move qilay, o'q chiqadi. Joylashtirib oldik. Hop. Shu ish davom etamiz. Demak, constraint
center axis tanlaymiz. Bu bilan uni apply center bu yuza bilan bu yuza hamma yuza bilan hamma yuzani o'rtasida bo'lishi kerak. Okay. Move ko'ramiz yana. Yana harakatlanyapti. Qo'tyapti. Hop. Okay. Hop, shu tariqa keyingisini qo'shamiz. Add component qilaman, uzr. Hop. 0 nuqta tepaga olib chiqib olamiz. Okay. Assembly constraint o'qlarni to'g'rilab olamiz. Apply center bu yuza bilan bu yuza va bu yuza bilan bu yuza. Okay. Keyingisini qo'shamiz. Assembly constraint hop touch alignment center axis bilan apply hop center bilan ko'rinib turibdi mana buni va keyingi ikkita yuzani tanlaymiz. Uni bilan centerga joylashdi. Okay. Hop. Endi yana keyin ikkita qoldi. Layer roller. Okay. Okay. O'tga olamiz. Okay. Assembly constraint touch alignment demak o'qlari buni o'qi bilan yaqinlashtirsak o'q ko'rinadi. Ana buni o'qi apply center yuzalarni tanlaymiz. Mana shu ish yuza bilan yuza. Okay. Mana oxirgisi qoldi. Hop, conveyor roller. Okay. Okay. Hopga olamiz. Okay. Assembly constraint aylantirib alignment buni o'qi bilan unga olib kelsak o'qini ko'rib olamiz. Mana apply hop center bilan ko'rmayapti. Mana endi ko'ryapti. Mana bu bilan bu yuza bilan va bu yuza. Okay, mana bizda sistemamiz tayyor bo'ldi. Constraintlarni o'chirib qo'yamiz. Hide and showga kirib, demak assemble constraint uni minus hop. Move tekshirib ko'ramiz. Ro'da ishlash kerak, chunki boshida tekshirganimizda hammasi ishlayotdi. Qolganlarini tekshirmadik. Mana hop. Okay. Buni naq qo'ysak ham bo'ladi. Ya'ni boshlang'ich pozitsiyasiga olib kelib qo'yish uchun parallel qilib constraint hamma yuza bilan hamma yuzani qo'ysam boshlang'ich nuqtaga keladi-yu, bu qotib qoladi. Chunki yurg'izsa yurmay qoladi. Ani keyin o'chirib qo'ysak, keyin yurg'izmoqchi bo'lsak, uni o'chirib yurg'izsak bo'ladi. Mana bunaqa sistemamiz hosil bo'ldi.
Bu yerda endi to'liq elementlar qolib ketgan, o'tiradigan narsalari bor. Qo'ysa bo'ladi keyincha yana masalan chizib anaqa qilib, masalan motorchikni qo'ysa bo'ladi, o'zidan o'zi baribir ko'tarilmaydi bu yoki silindrический elementlarini qo'yib unaqa narsa qilsa bo'ladi. Va shu bugungi darsimizda shuni ko'rishimiz kerak edi. Demak bugun bu demak sborka bo'yicha, assembly bo'yicha oxirgi darsimiz. Bitta demak qiyma anaqalarni ko'rib chiqdik. Endi masalan home'ga kirgan bo'lsak, biz shu paytgacha nimalarni ko'rdik? Sketch, mana direct sketchlardan boshlab feature, ya'ni extrude 3 o'lchovli detallarni ko'rdik, synchronous modeling, yuzali elementlarni ko'rdik va sborkani ko'rdik. Mana tugatdik. Bu yerda hamma komponentlarni demak chapdan o'ngga borib ko'rdik. Endi applicationga kirganimizda bizada applicationda yana boshqa narsalari bor edi. Masalan, mana assembly tayyor turibdi. Bu yerda NX imkoniyatlari juda keng. Analizlar uchun, boshqa uchun bu yerda endi katta anaqadagi demak xotiradagi kompyuterlar kerak. Ular qotirib qo'yadi, boshqa qiladi bunaqa narsani ishlash uchun. Biza endi bu kursimizda ko'radigan narsa ana bitta applicationga kirganda drafting bor, ya'ni endi shu chizgan o'sha tigi o'sha home tabdagi bajargan ishlarimizdagi elementlarni, proyektlarni hammasini endi draftingda, ya'ni 2 o'lchovli anaqaga, demak dokumentatsiyaga o'tkazish, ko'chirish, qanaqa qilib o'tkazish standartlari o'shalarni ko'ramiz va oxirgi anaqamiz, demak o'shanda bizada ko'rmayman mana pastdagi sheet metal, ya'ni shu alohida yana anaqasi bor, bo'limi bor. NXda ya'ni listovoy elementlar, ya'ni nima desalar, tunukali elementlar, masalan hech yasattirib ko'rganmisiz bir qanaqadir tunukachilar bilan borganda chelelarga o'xshagan yoki har xil mana shunaqa narsalar. Abbosbek, ishingiz tushganmi tunukachilarga? Chiqib ketgan. Abbosbek chiqib ketgan ekan. Mayli.